Mana shu Abdumutal akamizning sinfdoshlari ham bor ekan shu yerda. Ilhomjon akamiz bilan Zamiraxon opamizni ham mikrofon qarshisiga chorlab qolamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz 2 yosh Qilinjon vakilimizning baxtnigoh kechimizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Avvalo do'stimiz nomidan, Abdumutal nomidan, Mashuncha do'stlar nomidan xush kelibsizlar. Bugungi 2 yoshli baxt saodati butun xalqimiz ichida sizlarga muborak etamiz. 2 yosh baxtli bo'lsin, baxt saodatli bo'lsin. Mana shu kelajaklar porloq, sevdavlat, serfarzand bo'lsinki, ota-onalarning xizmatini qilib, mana do'st yorlarning xizmatlarini qilib yursin. Vatanimizga xizmat qiladigan chiroyli bir oilalardan bo'lsin. Mana bu tabrigimiz mana shu yerda turgan qirlar nomidan deb hisoblaymiz. Marhamat. Rahmat, bugün hamma hayajonda do'stimning barcha do'stlarimiz uchun bir musiqa. Rahmat. Qani azizlar, davrani bir kengroq olaylik. Qani shu yerda turgan yigitlar, iltimos birozgina orqaroqqa davrani bir kengroq olaylik, qani chiroyli qilib. Davrani kengroq olsak, mana shu Abdumutal akamizning sinfdosh do'stlari hammalari bir quloch yozib o'ynab bersalar, qani olqishlab turamiz va Pahlavon Usmonov akamiz sizlar uchun shoh-shoh taronalarni taqdim etadi. Marhamat. Albatta, Abdumutal akamiz qo'shiq so'radilar. Tendu bilan qo'shiqlar boshlab beramiz, marhamat. Yoshligimdan birga o'sgan do'stlarim, sizlar bilan bilinmasgan ko'zlarim, yaxshi yomon kunlarimda yonimda, unutmas hayotim ham onimda. Bolalikdan birga o'sgan jonim, cho'ralar, 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 cho'ralar. Nega kelgan dardni to'sgan jonim, cho'ralar, 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 cho'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim, cho'ralar, 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 cho'ralar. Hey, nega kelgan dardni to'sgan jonim, cho'ralar, 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 cho'ralar.
Kandalatning bo'yiga, yana kandalatning bo'yiga. Gullar qo'shig'i bilan davom etamiz. Yeah.
İnşallah falan.